MX Mobile obunachilari va bizni kuzatib borish aziz mijozlarimiz, xudo xolasa Qurbon hayiti munosabati bilan 6, 7, 8 iyun kunlari do'konimizda MX Mobile do'koni birinchi filialida aksiya qilishga niyat qildik. Juda ko'pchilik klientlarimiz, mijozlarimizning fikridan kelib chiqqan holatlarda AirPods'larning 55 ming, 60 ming, 70 ming sotilgan AirPods'larni bor yo'g'i 20 ming so'mga aksiya qilishga qaror qildik. Mana ko'rib turganinglarda 20 ming so'mlik AirPods'larimizdan xudo xolasa yetarlicha bor. Skladdan imkon darajasida hammaga yetadigan qilib olib chiqib qo'yamiz. Inshaalloh bundan da zo'r aksiyalar hali oldinda. Bu aksiyamizning arzimagan shartlari bor. Bu shartlari bo'lsa ham bizning kanalga obuna bo'lgan bo'lishi shart. Yurakchani qizartirib, eng yaqin do'stingizga jo'natib va kommentariyada plyus belgisini qoldirgan bo'lishingiz kerak. Inshaalloh hayillikka ham, o'zingiz ishlatgan ham uydagilarga ham juda zo'r podarka. Bu yerga har oyda aksiya siz aziz obunachilarimiz, mijozlarimiz uchun qilib o'tamiz. Kanalimizga obuna bo'lib qo'ying va eng foydali aksiyalarni o'tkazib yubormaslik uchun ham bizni kuzatishda davom eting.